Assalomu alaykum hammaga. Qisqa qilib postga joylagim keldi. Savollar ko'p bo'lgani uchun aniq to'liq ma'lumotlarni stories aktualida qo'yganman, o'qisanglar bo'ladi. Homilador edim va ko'rikda buqog'im borligi aniqlanib, srochni biopsiya qilish uchun jo'natishdi. Biopsiya javobi 3 kunda chiqqandan keyin men uchirtim o'tib ketmasin deb xo'jayinim kutmasin tezroq kirdim va doktor ham shundoq yuzimga Yusuf Ahmedova rak saraton boshlangan sanda yuzimga aytgandan keyin mazam qochib qoldi va ular ham 2-3 xil yo'lni aytdi. Dokumentlarni olib boshqagina doktorlarga borsak hamma ham o'sha javobni aytishdi. Farzand yoki o'zing 99 oydan keyin o'lib qolishing mumkin yoki farzand bunaqa bo'lishi mumkin degan ko'pgina tashxislar qo'yildi. Biz dokumentlarimizni Turkiya, Hindiston, Rossiyaga jo'natdik. Hammasidan bir xil javob keldi. Farzandini dunyoga keltirib kelaversin. Bu yerda rak bor degani emas, podozrение deb aytgan. Buni rak deb aytish mumkin emas deyishdi va afsuski bu o'rtada men qattiq tushkunlikdan, bosimdan, homiladan ayrilib bo'lgan edim. Va biz eng ishonchli bo'lgan O'zbekistonning Turkiyadagi sog'liq turizmi vakili Go'zal opaga aloqaga chiqdi. Va oilaviy hammamiz yo'lga chiqdik. Go'zal opa u yerda hammasini o'zlari hal qilib, gaplashib, tayyor qilib qo'ygan edilar. Buqog'imni analiz javobi esa 10 kunda chiqar ekan. Yaxshi chiqsa ham, yomon chiqsa ham hech qanaqa xavfli joyi yo'q. Bitta yod terapiya qilinadi va shu bilan butun umr san qutulasan dedi. Operatsiyadan keyin 5 soatda turg'izib, yurg'izib majburan ovqat berishdi. Sen sog'lomsan dedi. Faqat 1 oygacha qattiq gapirish mumkin emas, 6 oygacha operatsiya joyi quyosh ko'rish mumkin emas. Birgina xafa bo'lgan narsam qattiq qilingan vohma orqali homiladan ayrilganim bo'ldi. Mayli, bu ham qadar ekan. Hech qaysi doktor klinikani yomonlash niyatim yo'q. Mayli, nima bo'lsa ham roziman hammasiga. Agar sizda ham nafaqat buqoq, boshqa kasalliklar bo'yicha muammolar bo'lsa, Turkiyadan ko'rmoqchi bo'lsangiz, albatta pastdagi profil qoldirdim. Go'zal opaga aloqaga chiqib, bu narsani aniqlashtirsangiz bo'ladi.